Нажму. Сегодня не по новостям. Вот. Всем ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 11 март, сағат 1 түнгі. Шақта мен по одной, так скажем, резкой причине. Я так понял, короче, я в какую-то группу попал, Телеграм, да. И вчера, сегодня несколько дней переписывались. Ну, как переписывались? Вот пишут им, как у меня вот группа своя есть, моя вот, допустим, группа Бармана, на всякой границе Хорватии, группа Бармана, допустим, да. И такой же телеграм-группа, получается, и я там переписывался. И тут всякое написали, и тут я ответил, и пока я читал намазы, меня забанили. И перед этим что-то написали, типа ты за границей, я успел чуть-чуть прочитать, и не успел даже дочитать, и забанили, короче. Начало даже не открыл, даже просто вот в закрытом экране я его прочитал. И, короче говоря, забанили. Окей. Но там речь шла о том, что ну, все пишут, туда-сюда разговаривают, как обычно. Вот вы в телеграм-канале у меня разговариваете, шла. И тут, получается, весь разговор пошел, так скажем, ну, здесь 5 минут я где-то говорю, вот после этого меня забанили, получается. То ли этот не понравилось админу я, то ли что, я не знаю, короче, то ли кого-то задело это. Что я хочу сказать, ну да, конечно, еще до этого то, что я писал, сюда мне ответили, если кто-то еще отвечал, я его успел в то время еще закопировать себе, башкортан язык, он это потом прочитаем. Ну, мында теперь будет речь идти сегодня узбеклерге. Как я всегда вам говорил, что менің қоным узбек, башкорт татар деген мемлекет, энкай мен татар, этим узбек башкорты. Вот теперь время, наверное, пришло поставить точки над «и», чтобы все понимали. Особенно понимали башкортлар һәм татарлар, которые живут в Башкортстанда и никак не могут вкурить это все дело. Ошенге хозыр аз гына үзбекчә гапырамын. Үзбекләргә атап бу эфирны кылыпмын хозыр. Попытаюсь һәммәсегә күзен ачышка, һәммә үзбекләргә күзен ачамын. Если заинтересует это, может и казахов интересовать может эта тема, кыргызов и таджиков. Как говорится, предложение для всех. От чего это вышло разговор вообще? Давайте чуть-чуть предусловие и так далее. Сейчас я проводил, так скажем, историю Алдар-Батыра. Всегда напоминаю вам историю Башкортостана про Алдар-Батыра. И, ну, сегодня что-то разговаривали в той группе, где я, короче, забанили, точнее, да, меня, грубо говоря, даже без предупреждения просто забанили, я просто в шоке. Называется группа, если кто-нибудь сидит там или нет, Башкорт-Иле, называется группа Башкорт-Иле. Ну, я рад. Давайте перейдем к цели. Итак, то, что там было, минут 5 я говорил, это тоже для них я говорил, не для, как говорится, ну, там мое точка зрения была. Дубана. И, читая намаз, мне пришла мысль такая, что почему мы не можем поменять, как говорится, мир вообще полностью? Почему мы не можем? Шуларға хазыр буду говорить на узбекском, именно узбекларга атап бул әйберне айтамын. Енді қадірлі өзбекларымға жапырамын. Мені өзбекларым түшініп етіш керек мені деп ойлаймын. Чүнки мана мен өзімнің тагым Анжонданмын мен Анжондан. Енді мана көріп тұрсыздар, хаммалар келіп ishlayapsizlar, bir bola qilyapsizlar, dabdala bo'lib yuribsizlar. Aslida bu misqillikda endi, haligi nimasi bo'ladi, o'zbek tilida misqillik degan so'z yo'q. Pastga urish, o'zimizni pastga urib yuribmiz-da endi hozir, shuni ichiga meni ham qo'ya olinglar. Faqat men turib chiqib ketganlardanman. Shu 98dan beri Bashqirdistonga kelib yashagan bo'lsam, men har doim azob chekkanman. Har doim men hech yerimda maqtanadigan yerim yo'q meni. Hech yerimda. Men nimaga bu yo'lga turganimni sekin tushunib yetasizlar mashinadan keyin. Men gapirganimdan keyin. Nima uchun men gapiryapman? Nima uchun sizlarga bu narsa quloqinglarga, hammanglarga yurakka sanchilish kerak? Kirib yetish kerak va tushunib yetish keraksizlar. Nimada gap? Imенно ro'za paytida bu qarang fikr kelyapti. Bu fikrlarni men bir marta aytdim, faqat bu aytganimdan keyin buni qandaydir men chetga surib qo'ydim. O'zim bosdim, o'zimni bosdim mana shu paytda. No, уже nimasi keldi, chegara keldi. Bu yerda bosadigan narsa qolmadi уже. Men bitta narsani tushunib yetdimki, bu Gabbasov bilan bugun yana Suleymanov Ruslanning nimasini ko'rdim, bir soat gapini. Men tushunib yetdimki, bu ikkita boshqirdni gapi bo'yicha bular hech qachon urushga tayyor emas millat. Urushga tayyor emas millatlar bilan men qandaydir bir angama qilaman deb o'tirdim. Yo'q, men xato yo'ldaman ekan. Men faqat o'zim yo'limda borganim, Allohga shukr, men to'g'ri yo'ldaman ekan. Balkim men qayerdadir juda ham tikka riskga ishlab borayotganmandir. No, meni fikrim baribir pok. Nima degan? Pok deganimda. Hozir uni nima qilib beraman? Abasdan vaqt beraman. Ruslar boshqirdga ham dushman, o'zbekka ham dushman, qozoqqa ham dushman, hammamizga dushman, tatarga ham dushman. Boshqalarni gapirmayman ham, Chechen Dog'istonga ham dushman. O'shini tushunib yetmagan millat bo'lsa, uni ajratsang, yaxshi o'ris, yomon o'ris, o'rtacha o'ris, yaxshiroq, yomonroq unaqa qiladigan bo'lsanglar, dabdala amlataga aylanasizlar. G'irt amlataga aylanasizlar. Endi nimada gap bu yerda bo'lyapti? Umrbod biz azob chekib kelgan millatmiz. Qanday bizni Temur bobolarimiz ketgandan keyin biz azob chekkan millatmiz. Hammamiz aslida. Uni boshqa tatarlar tushunib yetmayapti. Ular o'ris millatini ichida yashab qolgani uchun u narsa ularga borib yeta olmayapti. Har vaqt ular qardosh bo'ladi, tug'an bo'ladi, hammasiga ularga qarindosh bo'ladi o'ris, onasini inson. Hamma yo'q dabdala, hamma yo'q. Men bitta narsani tushundim, achinyapman shu mana shu qiliqlariga achinyapman. Endi qisqa u gapni 1-2 soatdan gapirishim mumkin. Endi nimasiga o'taylik? Seliga o'taylik gapimni. Xullas, Bashqirdistonni bilgan bo'lsanglar, kartani ochib olinglar telefoningizga, qiyin bo'lmasa. Bashqirdistonga qaranglar. Kartani bilganlar ochmasanglar bo'laveradi. Допустим, men даже ochaman hozir kartani, sizlarga ko'rsatish uchun. Topamiz kartani. Bu hammaga tegishli gapni gapiryapman. Boshqirdistondan boshlab hammaga bu tegishli gap bu. Buni tushungan odam tushunadi, keyin o'shini nimasiga niyat qilsak, mana shu narsaga mana shu darajaga borib yetishimiz mumkin. Hozir men topay shuni. Так. Допустим. Endi bu yerda ko'rinmaydi-da, unsiz yomon ekan, o'sha ko'rinmaydi ekan. Zeleniy bo'lib turibdi endi, bo'pti, mana ozgina qilib ko'rsataman. Короче, ko'rinami sizlarga bilmayman. Mana shu 3 ta telefon turibdi ro'paramda. Tak, aytib qo'yaylik, 53 ta odam o'tiribdi bu yerda, bu yerda TikTokda bittagina odam o'tiribdi. Tak. O'shaqa. Qaranglar. Kommentariy bildirib yubordi. Xullas, mayerda nima Uchali degan shahar bor. Mayerda Chelyabinsk tarafida Miyas degan shaharlarni esingizga olsanglar, o'sha Uchali degan shahar bor. Bu tarafda Tatariston tarafida Oktyabrskiy taraf bor. Oktyabrskiy bor. Tuymazli Oktyabrskiy. Endi Rossiyada yurganlar, Bashqirdistonda yurganlar tushunadi. Endi qaranglar. Mana shu chegaradan, mana Oktyabrskiy как раз ko'rinib turibdi mayda. Ufa как раз ro'para kelyapti. И M7 Zlatoust Chelyabinsk. M7. Aldadim. M5, M7 xullas, ikkovi M5. Endi mana shu chegaradan
ta'sini Ruslan Gabbasovlarga topshirib yuboramiz. Xolashsa ularga, padarka. Tepadan boshlab, mana shu tepadan boshlab, Oktyabrskiydan boshlab, Ufa, Miyas, mana shu chegaradan boshlanib turib, ketdik. Tepaga ketib turib, mana shu Novoy Zemlagacha, mana Novoy Zemla bor. Novoy Zemlagacha hamma yer bizniki bo'lishi mumkin. Endi bu taklifga men nimaga o'zimni 1-birinchi desak ham bo'ladi. Meni 3 qonimdan bir qonimi o'zbek qonimga men bu nimani ro'bar qilyapman bu gapni. Nimaga? Men ikkita millatimni sinadim mana. 1 yildan beri men sizlarga gapirib boryapman hamma narsani. Bu haligi pishmaganlarni ishi bo'ladi. Pishmaganlar deymiz-ku biz, pishmagan haligi недозрелыйlar. Недозрелый boshqa bilan tatarlar bilan biz uzoqqa keta olmaymiz. Sizlar просто пример буду приводить. Nimada? Siriyada tatar yo boshqa ko'rdinglarmi? Siriyada. Haligi Ahmed Ash-Sharani yonida boshqa bilan tatar ko'rdinglarmi uning ichida? Bitta yerda eslatib qo'yinglar, menga ko'rdinglarmi yo'qmi? Yo'q. Faqat biz kimni eshitdik bu yerda? O'zbek, tojik, qirg'iz, balkim qozoq. Tushuntirib oldimmi? Kim bor edi uning ichida? Balkim turkman. Endi bu yerlar tushunmaganlarga, tupoylarga tushuntiryapman. Haligi Boshqirdiston bilan ichida, Tataristonda yashaganlarning ichidagi tupoylarga tushuntiryapman. Buni ichidagi yerlar seniki ham emas, meniki ham emas, boshqirdniki ham emas, tatarniki ham emas. Faqat mana shu tepadan nimaga men yarmini kesib olyapman? Chunki meni taraflarim bu. Tepa taraf men taraflar. Ufa taraflari men taraflar bo'lgani uchun ana shu chegaradan endi biz hali nafsni ozgina qisibroq, nafsni endi och qilmasdan yarmidan Boshqirdistonni ikkiga bo'lamiz. Южный Boshqirdiston, Severный Boshqirdiston bo'ladi. Endi to'xtanglar endi bu yerda. Bu kartani yig'ishtirdim. Endi представили. Ufani tepasi Severный Boshqirdiston bo'ladi-da. Severный Boshqirdistondan ketdik Perm, Komi, Nenetsia, Nenetskiy avtonomный okrug и Suv, Новая Земля, Suv полностью ana shuni biz Severный Boshqirdiston qilib turib, как Severная Koreya qilib turib, biz uni shuni полный egallab olishimiz mumkin. Qanday? Endi uning uchun men taklifim bo'yicha men boshlab beraman. Boshlab beruvchi men bo'laman. Mening yonimga 100 ta menga yaqin odam kerak bo'ladi. 100 ta men bilan qurol olib ashi yo'lga boradigan odam kerak bo'ladi. 100 ta yaqinimiz, 1000 ta qo'l uzunligidagi yaqinimiz bo'ladi. 100 ta va 1000 ta. 1000 tadan keyini endi bizni askarlarimiz bo'lishi kerak. Nima degani? Biz ham askar bo'lamiz, ular ham askar bo'ladi. Hammamiz. Endi faqat postupenkam. Nima degani u? Biz bittadan olib kelamiz. Kimdir 100 tadan keladi, 100 tadan keyin 1000 tadan kelinadi. Shunaqa qilib 50 ming, 100 ming askar yig'ishimiz mumkin. Yig'ib turib, mana shu yerlarni biz egallab olishimizga bizga kimdir ruxsat beryaptimi, yo bermayaptimi, yo bizga nimadir движение qilyaptimi? O'sha savolga javob o'zingizlar qidiringlar. U javobni men bilaman. Bizga ustimizdan turgan odam yo'q. Bizni ustimizdan boshliq yo'q. Если boshliqni tatarni boshlig'i bo'lsa, Putin. Bizniki yo'q. Tushunyapsizlar? Sizlarning boshlig'inglar O'zbekistonda, qozoqlar kelaman desa Qozog'istonda, qirg'izniki Qirg'izistonda, Tojikistonda, Afg'onistonda, idash qolganini ham qo'shib uramiz kerak bo'lsa. Nima demoqchiman endi men? Bu ish hammamizga yetarli, yetib oshadigan ish. Nima uchun bu qilinyapti? Meni yo'lim nima uchun bu yo'lda men? Nimaga men bu yo'lda turganman? Hammanglar, mana meni kimni ko'rib kelayotgan bo'lganlar, podдержка qilganlarga kattakon rahmat. Nimaga gap bo'lyapti bu yerda? Bu yerda gapki, o'rislarni itarish uchun bo'lyapti. O'rislarni itarish, ana shularning nafsini ko'tiga tiqib qo'yish. Tushuntira oldimmi? Ana shunga sizlar rozi bo'lsanglar, qasdimizni olamiz desak, o'rislarga nisbatan qasd. Opa dadalarimizga eslatib, ashlarga, как говорится, bularni qurbon qilsak, bu haromalarni, o'rislarni, hamma o'rislarni Boshqirdiston ichida bo'lammi, Tatariston ichida bo'lammi, Rossiya ichida bo'lammi, любой tarafdan kelganini hammasini yoptirsak, narigi dunyoga jo'natib olsak, hammasini bizga mana shu yerlar o'zimizga qolachaq. O'sha yerlarni biz sizlar bilan olishimiz mumkin. Nimaga bu nima yo'lga men turyapman вообще? Chunki men tushunib yetdimki, mana shu 1 yil ichida men sinadim, Kashapovni sinadim, bo'lmaydigan chol. Gabbasovni sinadim. Bugun o'sha oxirgi etapi keldi. Mana shu efirlarni ko'rib turib, men qanaqadir nichtojniy bitta 1200 ta gruppasi bor ekan, ana shu boshqa ilmni gruppasidan menga jalka qilib meni blok qilib tashyapti. Menga javob yozyapti. No, blok ham bo'lyapti. Men javobni ham o'qiy olmayapman. Blok bo'lyapman. Shundan keyin mana shu xalq, mana shu boshqa ilmni olib borgan xalq aytayaptiki, biz независимость talab qilyapmiz. Qayerdan sen независимость talab qilyapsan? O'zingni ichingdan chiqqan odamlarni menga o'xshaganlarni даже oddiy gruppadan yo'qotib olyapsan. Qo'shindan keyin ular bilan qanday urushga borib bo'ladi? Sotadi, birinchi seni sotadi. Seni sotib, aningga kirgizib yuboradi kerak bo'lsa. Bu shunday. O'shunga men bitta narsani bilamanki, men O'zbekistonda bo'lganim uchun mardlikni bilaman. Men mardlikni Xudoga shukr bilaman. Ana mard bo'lganim uchun men mana shu yerda yuribman. Mard bo'lmasam, men ham yurardim o'sha yerda, ko'chalar shipirib, Moskvada, tupurib hamma narsaga. Yuraman, armiyaga olib ketsa ham armiyaga boraman, Ukrainani o'ldiraman, chunki mard emasman. Bo'lardim. Xudoga shukr, mardligimni Allohim berib qo'ygan ekan, men mard bo'lganim uchun mana shu yerdaman. Nimaga? Men Ukrainani o'ldirganim borgim yo'q. Menga ular yomonlik qilgani yo'q. Men faqat bilaman, men uchun o'ris yomon. O'ris yomon bo'lgandan keyin biz, значит, tarixni sirasi esga olamiz. Tarixni olgandan keyin, esimizga olgandan keyin biz sirasi nimani esga tushiramiz? Boshqirdistondan Tatariston emas bu yerda hozir. O'zbekistonni esga tushiramiz. Oxun Boboyev degan marazlarni esga tushiramiz. Kerak bo'lsa. Men Anjomni, Oxun Boboyev shahridanman. Jalaquduq rayonidanman. Bilganlar bo'lsa. Xullas, nima demoqchiman? Biz hamma mana shu ishni amallasak hammamiz bitta kelishib, mana shu men bilan boradigan odamlar bo'lsa, men telegramga yozinglar. Nima qilamiz? Mashinga tayyorgarligimizni ko'ramiz. Bu nima emas bu? Prikol emas bu. Prikol emas, hazakam gap emas bu. Men sizlarga полностью seriöz gapiryapman bu narsani. Bunga to'g'ri, bugun ertaga chiqib ketmaydigan ish bu. Tayyorgarlik ko'ramiz. Odam yig'iladi, tayyorgarlik, investitsiya qilinadi. Hamma narsalarni o'ylab qo'yganman men. Hamma narsasini biz yo'l yo'riga qo'ygandan keyin o'zbekni haligi mushtum nimasi bilan, haligi puxtaligi bilan biz mana shu ishni tomonlashimiz mumkin. Yutib chiqamiz, xudo xolasa. Faqat bu yerda bitta narsa borki, bitta narsa. Nima uchun degan gap chiqadi sizlarda. Menga nima kerak bor? Men O'zbekistondanman, men Qozog'istondanman, men Qirg'izistondanman, men Tojikistondanman degan gap chiqyapti sizlarda hozir. Misraz u kelgan, men bilaman, unga ham javob bor. Men u fikrni mana hozir o'yladim. Mana shu ja bo'lsa 1 soat o'tgandir. Namoz o'qidim, 1,5 soat namoz o'qidim. Shuni ichida chiqqan fikr keldi bu. 1 soat ichida chiqqan narsa bu. Nimaga buni haligi nimasi bo'ladi? 7 o'lchab 1 kes. Buni hali o'lchaymiz, 70 marta o'lchaymiz kerak bo'lsa. Yani hozir sразу men sizlardan qanaqadir javob kutmayapman. Faqat buni uzoqqina nimaga ishkartirishga nima qilyapman? Tashlayapman bu заявлениeni. Nimaga? Qanday nima qanaqa fikr bo'ladi? Shunga javob berib qo'y.
O'sha Boshqirdistondan boshlab yarmidan tepani oladigan bo'lsak, Perm o'rislarning yeri, o'rislar qilib qo'ygan, o'ris yer qilib qo'ygan. Komi, it bilsin kim yeri tushunmaydi, ko'minglar qolgan, uncha o'ris bo'ladi. Nima endi qilamiz u yerlar bilan deb fikr chiqadi. Nima qanaqa sizlarga javob bor, meni pulim yo'q sizlarga nima deb bergani. No, uni men har doim Boshqirdistonga ham predlagat qilganman, boshqa ham qilganman, har xil nimalar aytib o'tyapman men sizlarga. Nimada anavi streamlarimda. Bu yerda faqat bitta gap bor. Biz bilan borgan haligi 100 ta odam, 1000 ta odamlar mana shu yerlar bilan boshqaradigan poложениeni olamiz biz. Mana shu olingan yerlarni polni, mana shu Ufani tepasidan boshlanadi, polni yerlar olinadi, u suvgacha. Suv ham bizga bo'ladi. Hamma narsada bilan biz boshqarish kerak bo'lamiz, to'g'rimi? O'sha boshqarilayotgan yerda o'zimiz uchun biz parlament tuzamiz. Parlamentni boshqarish kerakmi? Bitta odam boshqarmaydi uni, to'g'rimi? Hamma yerda o'zining odami qo'yiladi. Ana shu biz borganlar, mana shu yerlarni tortib oladigan, o'rislarni tortib oladigan odamlar mana shu yerlarga xo'jayin bo'ladi. Mana shu yerlarni biz boshqaramiz. Keyin endi qolgan haligi 100 tadan, 1000 tadan kelgan askarlarga ularga nima beramiz? Ularga nimadir qilish kerak, sovg'a qilish kerak. Ularga hammasiga ana shu yerdan, ular endi O'zbekistonda bo'lishi mumkin, boshqa davlatdan bo'lishi mumkin. Ularga hammasiga uy ta'minlaymiz. Ularga garantированный uy quriladi. Eski uylar, sharaxshir uylar hammasi yo'qotilib, qishlar, shahar uylar qurilib, hamma askarlarga bepul uy beriladi. Hammasiga. Xolasa Boshqirdiston yarmidan oladi, xolasa Permdan oladi, xolasa Komidan oladi. Xolagan yeri sizlarning распоряженияларida bo'ladi. O'sha yerlarni olgandan keyin ular bizning millatga aylanadi. Hatto bu yerda yana bitta вопрос chiqdi. Sen qanday u odamlarni ko'tarasan, shu yerlarni olib turib keyin qanday qanaqa odam qo'yasan deb menga savol berdi. Mana ularga javob sizlarga. Qanaqa odam qo'yamiz? Odam qurib ketibdimi? Главный meni prinsipim edi bu yerda. Bular tushunmayapti-da. O'rislarni yo'qotish. O'rislarni bizni izdivasi qilgan o'rislarni yo'qotish kerak biz. Ana shunda gap turibdi. Ukalar, akalar, shuni tushunganlar, agar menga bir nima yozinglar, Telegramga yozinglar. Xullas, gaplashaylik. Mana shu narsani ko'taraylik. Mana shu vaqtni ko'taraylik. Bu degani nima degani bu? Допустим, sizlarga plyuslar qanaqa berdi? Yana plyuslarni aytish kerakman. O'zbekistonda yashayapsizlar, to'g'rimi? O'zbekistonning nimasizlar, grajdanisizlar, to'g'rimi? Sizlar baribir nima bo'lsa ham Rossiyadan keta olmaysizlar. Rossiyaga borasizlar, Yevropaga kelasizlar. Yo'q, baribir Rossiyasiz yashay olmaysizlar. 37 million baribir qayergadir o'zini boshini tiqish kerak, to'g'rimi? Rossiyada yer tiqilib yotibdi. O'shuning uchun qaysidir miqdor 5 million, 10 million o'zbek Perm bilan Komiga kirib ketadi. Meni ichim tormas. Allohning yo'lida hamma narsa. Kirib ketsin, u yerda o'zbek ko'payib ketsin. O'ris kamaysin. Zo'r emasmi? Bizga boshqirdmisan, tatarmisan gap emas bu yerda. Bu yerda men shuni aytyapmanki, boshqirdlar tatarlarda qanaqadir natsizm chiqyapti ichlarida. Chunki o'risning ichida tug'ilganda, ana shu tarafi menga achchig'imga tegdi bugun. Juda ham achchig'imga tegdi bu narsa. Iploschilik bu. Chunki nimaga? Chunki kindik qoni shu Rossiyada iplos davlatda tug'ilganda bular. Iplos davlatda yashagan odamlarda yo'q o'zini millatini tushunishi. Faqat bizda bor u. Qozoq, o'zbek, qirg'iz, tojikda bor. Chunki ular sizlar o'zimizni o'zingizlarning yerlarini tortib oldinglar vaqtida. Bular bu ichida gegemoniyani ichida qolib ketgan millatlar bular. Bularni kayfiyatini almashtirish juda qiyin. Faqat bularga shunday dars bilan ko'tiga itarib, faqat o'shanaqa движение bilangina biz bularni sikishimiz mumkin. Shundan keyingina boshqirt ham uyg'onadi, tatar ham uyg'onadi. Ikki millat keyin balkim o'zlarini tarixini eslar. Manqurti ham uyg'onadi, o'risi ham uyg'onadi, boshqasi ham uyg'onadi. U paytgacha biz hammasini ko'tiga sikib, bolasini olib qo'yamiz. Понимаете вот? Mana shunaqaroq. O'shanga, o'sha taklifga men как mana shu Siriyada bo'lgan ishga o'xshatib, men sizlarga taklif qilyapman. Siriyadagilar 13 yil mana shuni ishga olib borishdi. 13 yil bo'lgan ekan mana shu движениеga, to'g'rimi? Shunaqa deb eshitdik, to'g'rimi? Endi bizniki 13 yilga bormasu, xudo xolasa, mana shu ishga biz urinsak. Nima deysizlar? O'shani bir o'ylab ko'ringlar. Mana shu efirlarni tarqatinglar. Boricha, kimga bo'lsa ham tarqatib yuboringlar ichiga. Любойga tarqatinglar. O'zbekistonga tarqatinglar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, любой hamma yerga tarqatib yuboringlar. Farqi yo'q. Главное задача bu yerlarni egasini almashtirish. O'ris bo'lmash kerak bu yerlarda. Men sizlarga tushuntirib o'tkazdim. Xullas, O'zbekiston davlatini nima bo'ladi? Ichidagi nimasini prezidentini almashtirish, hamma narsalari ham mana shundan keyin kelib chiqishi mumkin. Bu yerda yana bitta minus tarafi bor. Uni ham men aytib o'tish kerakman. Minus tarafi